Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 9-mart sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasidamiz. Do'stlar, bugungi videoda xalqimizga, yurtdoshlarimizga, bizni ashaddiy qo'y shinavandalariga haqiqiy elita qo'y, haqiqiy sorti vishi sort qo'y olaman deb niyat qilib yurgan aka-ukalarga do'stlar, mana shu video maxsus video bo'ladi do'stlar. Videoni diqqat bilan, e'tibor bilan ko'rasiz. Do'stlar, qo'ylarda haqiqiy kashtallari, oyoq qo'llari cho'ziq, qo'zini nihoyatda chiroyli beradigan, haqiqiy o'zi yungi tulab tushib ketadigan haqiqiy hisori qo'ylarga keldim do'stlar. Do'stlar, qo'ylarga bir baho berasizlar, qo'ylarning holatlariga bir e'tibor berasizlar. Akalar, bu qo'y nima deyapti akalar? Qo'yga bir e'tibor beringlar. Mana buni poychasiga, kalla garbonoslariga, holatiga bir e'tibor berasizlar. Qo'yda haqiqiylari endi kimga kerak bo'lsa, do'stlar, sroshni shoshilib qolaverasizlar do'stlar. Do'stlar, hozir bugungi videoda mana shu yerda necha bosh qo'y bor, bularning narx-navosi qanday, yoshi qanday, ma'lumotlarni ukalalarimiz bilan birgalikda to'liq aytib o'taman do'stlar. Videoni diqqat bilan, e'tibor bilan ko'rasizlar. Do'stlar, qo'zini ham nihoyatda chiroyli bergan, haqiqiy naslbob qo'zilarni bergan qo'ylarga keldim do'stlar. Laytikum millatlar, kommentariyaga do'stlar o'zlaringizni yaxshi fikrlaringizni, o'zlaringizni iliq fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Ro'za-i Ramazon oyida mana shunday qo'ylarni muntazam biz xalqimizga, yurtdoshlarimizga ko'rsatyapmiz. Maqsadimiz aka-ukalarimiz qo'yni sifatlisini, zo'rini, haqiqiylarini olishsinda, erta qo'ralarni qo'ydan to'ldirishsin degan maqsadda do'stlar bu videolar maxsus bo'lyapti do'stlar. Mana qo'yni legendasi, haqiqiylari. Do'stlar, mana shunday qo'ylar har bitta yurtdoshlarimizning xonadonida 100 tadan 200 tadan bo'lsin akalar. Mana shunday videolarni ko'rib, bizning videolardan foydalanib, mana shunday qo'ylarni sotib olib barakat topsangiz, biz xursand bo'lamiz. Do'stlar, videolarga like millatamiz. Like bosishni unutmaysizlar do'stlar. Videolarga sababi bor. Sababi bu qo'ylarni qidirib yurgan aka-ukalarimizga siz like bossangiz, videolarimiz tez tarqaladi va mana shu qo'ylarda aka-ukalarimiz ko'rib, olib, erta barakat topsa, siz ham biz ham bir savob ish qilgan bo'lamiz. O'shaning uchun ro'za oyida keling birgalikda savob ishlarni birgalikda qilamizda. Videolarga like bosib, oshna og'ayinlarga, yori birodarlarga, sinfdosh gruppalarga videolarni tarqatib qo'yaverasizlar. Bo'lmasa, ukalarimiz bilan birgalikda mana shu qo'ylarning ma'lumotlarini aytishni boshladim akalar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Botir aka, yaxshimisiz aka? Rahmat, rahmat. Chorvangizni barakasini bersin aka. Umringizni barakasini bersin aka. Aka, qo'ylaringizni kelib tomosha qilyapman. Ko'zlarim quvnab ketyapti-da aka. Aka keldi, zo'rlar, legendalar keldi aka qo'ylar. Qo'ylaringizni ko'rib ko'zim quvnab ketyapti. To'g'risi, qo'ylarning sorti nihoyatda zo'r ekan-a. Shunday aka. Qo'ylar sorisimjun. Ha, qo'ylar o'ta go'zal qo'ylar ekan. Qo'ylarni o'zim kelib, hurmatli do'stlar, ustida kelib qo'ylar tomosha qilib o'tiribman. Qo'ylar o'ta nihoyatda ham go'zal. Do'stlar, qo'yni oldiga kelsangiz, o'zingiz ham ketolmay qolasiz. Do'stlar, bu qo'ylarni oldiga kelsangiz. Ukajon, qarang, necha bosh qo'y bor bu yerda? Botir aka, 50 bosh qo'y bor aka bu yerda. Ha, 50 bosh qo'y bor. Ha. Qo'ylar nihoyatda, mana sariq qo'ylar bu 90 dan ham balandki bu. Sariq qo'ylar 90 dan baland. Ha, juda narsa, velikan narsa ekan-da. Qo'zilari ham zo'r tushgan aka, ko'ravering. Qo'zisi ham qirq tushibdi, lekin haqiqatda qo'ylar ichida vobshim velikan qo'ylar juda ko'p ekan-a. Ha aka, mana qo'y ham lekin juda velikan narsa ekanda, ha? 90 pelis qo'yanish qo'ylar. Mashallah. Ichida bir ikkita qora baxmal qo'ylar ko'ryapman, juda velikan narsa ekan. Buni bergan qo'zisiga bir e'tibor beringlar-da akalar. Mana bergan qo'zisi, onasida juda chiroyli bo'lib tushgan. Hurmatli do'stlar, qo'ylarni vobshim legendarniy qo'ylarga keldim. Udarlariga keldim, zo'rlariga keldim akalar. Endi shoshilmasanglar bo'lmaydi. 50 bosh dedingizmi? Aka, 50 bosh qo'y bor. Ha. Shundan 9 boshi ona bola. 9 boshi ona bola. Qolgani to'q bo'g'oz aka. Hammasi to'q bo'g'oz. Hammasi to'q bo'g'oz. Mashallah. Hurmatli do'stlar, endi qo'yni
haqiqiy legendarniy, haqiqiy hissorisi, o'zi yungi tulab tushib ketayotgan haqiqiy hissori qo'y endi kimga kerak bo'lsa, do'stlar, mana shu video maxsus bo'lyapti. Qo'y qidirib yurgan aka-ukalarimizga sirrashni bu qo'yni egalik qilib olishlarni tavsiya qilaman. Do'stlar, qo'ldan bermaysizlar bu qo'yni. Do'stlar, mana holatlar. Ichida 3 ta qo'chqor ham ko'rdim, aka. Ha, aka 3 ta qo'chqori bor. Ha, 3 ta qo'chqori ham yuribdi ekan, ha. Ikkitasi sotilmaydi, ikkita qorasi. Ha, ikkita qorasi sotilmaydi. Yo'q, ikkita sotilmaydi. Ha, ha, ha. Bitta ichida qizili bor. Ha. Qizilini sotamiz. Ha, shu qo'ylar bilan ketadi. Ha, shu qo'ylar bilan ketadi shunisi. Mashalloh, qo'ylar ham lekin haqiqatda suyaylik tikka qo'ylar ekan, ha lekin. Aka simjon qo'y, chista hisori qo'y mana shu bo'ladi. Haqiqatda lekin qo'ylar o'ta go'zal narsalar ekan. Menga qarang, bularda endi bir yoshini ham bir aytaylik qani, bir yoshi qanday endi qo'ylar? Ichida bir 3 ta 4 ta 6 tishi bor. Ha, 3 ta 4 ta 6 tishi bor. Ha, ha. Ha, bir 3 ta 4 ta 4 tishi bor. 3 ta 4 ta 4 tishi bor. 4 tishi bor. Qolgan aka hammasi 2 tishdan. Mashalloh. Hammasi 2 tish. Hammasi 2 tish. To'q bug'oz. To'q bug'oz. Mashalloh. Hurmatli, mana katta qo'ylar ham shu 2 tishmi? Mana sariq qo'y bor ekan bitta. Baraka qashqa qo'ylar 2 tish endi. Ha, 2 tish endi birinchi qo'ringa. Birinchisini tug'adi ular. Mashalloh. Qo'ylar haqiqiy legendarniy qo'ylar ekan. Menga qarang, qo'ylaringizni ko'rib havasim ketyapti-da. Bir juda go'zal qo'ylar ekan, lekin haqiqatda suyayli sorti ham zo'r ekan, ha. Aka, sorti ham zo'r. Lekin haqiqatda qishdan shunchalik darajada bo'p chiqyapti qo'ylar, lekin haqiqatda qo'ylar lekin etini ham yo'qotmabdi, qo'ylar. Ha, aka, endi. Ha, qo'ylar xudo beryapti-ku, mana qarang. O'timiz zo'r bo'ldi. Qo'ylarning lekin ishtahalari ham zo'r ekan, ha. Ha, yeyish, ichish sog'ligiga aka 1 hafta 10 kun garantiya beramiz. Mashalloh. Hurmatli do'stlar, mana garantiyali joyidan, kafolatli joyidan, hurmatli do'stlar. Mening kanalimga hamma biladi o'zi. Mening kanalimni kuzatib yurgan aka-ukalarimiz ham biladi. Mening kanalimga prostoy qo'y chiqmaydi umuman. Hurmatli do'stlar, prostoy qo'yni umuman xalqqa, obunachilarga umuman ko'rsatkim ham kelmaydi. O'shaning uchun qo'yni legendasi zo'ri, haqiqiylari chiqadi. Do'stlar, endi mana qo'ydi haqiqiy zo'rlarini kim olaman desa, do'stlar, mana tavsiya qilyapman. Menga qarang endi, aka. Ha, Botir aka. Qo'ylarni ko'rdim. 50 bosh qo'y, 9 ta bolalisi bor, 41 ta to'q bug'ozi bor, 2 tish 80% bu. 80%. To'g'rimi? Menga qarang, mana shu qo'ylarni 50 boshni bir qo'lga oldim men, aka. Shu qo'ylarni nasib bo'lsa, inshaalloh qo'y qilaman-da. Erta nasib bo'lsa, shu qo'ylardan bir foydalanaman. Qo'zlarini ham kattartiraman, qolganini ham tug'dirib, nasib bo'lsa, inshaalloh shu qo'ylardan bir foydalanaman deyib turgan aka-ukalarga narx-navosi bugun qanday bo'ladi, ukajon? Aka, narx-navosi qo'yga qarab aka o'zingiz aytavering. Ha, qo'yga qarab. Siz qo'y chiqarib yuribsiz aka. Ha. Sizga men biror narsa deyolmaymiz. Shu endi aralab qo'y chiqarib yuribsiz aka. Men tushgan qo'zisiga qarang, qo'yiga qarang. Mashalloh. O'zingiz qarab baho bering aka. Mana shu qo'zisi lekin juda go'zal narsa tushibdi, lekin. O'zi hammasi ham juda go'zal tushibdi qo'zilari. Shunday. Qo'zilar juda katta. Narikilar ham yemayapti, qarang, onasini. Ha, narkisi ham yemayapti. Qo'zlarni ko'rsating. Ha, juda go'zal, juda go'zal. Juda go'zal qo'ylar, haqiqatda sorti ham, sorti o'sha haqiqiy o'sha veshi sort qo'y ekan, hammasi. Shunday qo'ylar aka. Ha. Menga qarang, endi bu qo'ylarni endi to'g'ri, endi qo'ylar go'zal ekan, narxi ham go'zal bo'ladimi bugun? Aka, narxini ham aka endi shu bundayda ukajon. Shu narxini aytganingizda, mashalloh bor ekansan-ku uka. Mana endi bir insofli odamlar ham bor ekan-ku deb sizni bitta duo qilsin kommentariyada. Shunday aka, Ro'za oyida aka, narxini shunday qo'yamizki, shu kommentariyalarga ham shu ko'rgan odam otangga rahmat desa bo'ldi aka shu qo'yga. Ha, otang Ro'za oyida bir duo qilsa bo'ldi. Ro'za oyiga bir duo qilsa bo'ldi aka. Ha. Menga qarang, endi aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga mana shu qo'y endi sotib olsin. Aka-ukalarimiz bir foydalansin shu qo'ydan. Endi bir qo'lga 50 boshni bir qo'lga qomariga olaman deb turgan aka-ukalarga bitta narxini bir ayting endi aka-ukalarimizga. Ayting qancha. Aka, endi narxini u oldi qochdi gap yo'q aka. U 8,5, 8 degan narsa yo'q aka. Yo'q, ha. Aka, 7,5 ham bekar aka. Yo'q, ha, 7,5 ham bekar. 7,5 ham bekar aka. Mashalloh. Shu bozorlarda ham ko'ryapmiz. Men shunday sifatli qo'y
olaman, yaxshi qo'y olaman degan odam bo'lsa, mana kesin kelishtirib sotamiz aka. Ha. Menga qarang, bu 7,5 ham yo'q bo'lsa, u nech puldan? Ichida 9 ta bolalisi ham bor. 9 ta bolaligi ham shuni ichida ketadi. Hammasini olaman degan odamga aka. Bu veligan qo'ylar ham bor ichida. Bu 7,5 ham yo'q deyapsiz. Ayting qani, bir men shoshilib qolyapman-da. Ayting qani bitta bahosi? Aka 7,5 bekar 7 dan berishsin. 7 dan? Ha. Yo'q, 7 demang endi shuni. 7 demang. Aka mana katta 90 pilisli qo'ylar ham ketyapti aka shuning ichiga. Ha. To'g'ri, ichida to'g'ri katta qo'ylar bor ekan. 9 ta 10 ta aka 90 lik qo'y bor ona bola. Yo'q, ko'ryapman, qo'zilarni qarang aka, qo'ylar nihoyatda velikan narsalarda, lekin 7 million demaylik. To'g'ri, endi ichida 9 ta bolalisi ham bor, ko'rib turibman. 7 million demaylik, shuni salgina siylaylik, shuni sal yengiroq chiqaraylik, ha? Aka nima deya endi bir aka-ukalarimiz bir maza qilsin, bu kommentariyaga duo qilsin sizga. Aka hammasini olaman degan odamga 6,5 dan. 6,5 dan. Ha, 6,5 dan. Hammasini olaman degan odamga. Ha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi bizning kanalimizga ukajon hech kim hali 7 million deb birdan 500 ming tushib bergani yo'q edi. Aka uni baland baho nima kerak? Bizga sotishimiz kerak aka. Ha. Odamlar olib qo'y qilsa baraka topsin. Ha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana 6,5 million so'mdan deyishyapti velikan qo'ylar. Menga qarang ukajon. Botir aka. Mayli, chorvangizni barakasini bersin. Nasib bo'lsa inshaalloh shu qo'ylardan aka-ukalarimiz olsin-da foydalansin. Sizdan, bizdan foydalansin. Shu ro'za oyiga menga qarang, shu qo'ylarni bitta so'rayman. Obunachilar uchun, yurtdoshlar uchun so'rayman, qarshi bo'lmasangiz. So'rang aka, so'rang. Menga qarang, shuni 6 milliondan biror nima siylab bera olasizmi yo'qmi? Yo'q, Botir akajon, unga past bo'lib ketadi aka. Yo'q, past demang. Unga past bo'lib ketadi. Endi menga qarang, endi mana 3 ta qo'chqor dedingiz, 2 ta qo'chqor sotilmaydi dedingiz. Bitta qo'chqori ham bor. Bitta qo'chqor. Menga qarang, shuni men aytgan bahoda shuni tavsiya qilaversak qanday bo'ladi? Yo'q, Botir aka, unga kamroq bo'ladi akajon. Kam demang, kamini Xudo to'ldirsin. Kam bo'ladi aka. Umringizdan kam bo'lmang ukajon. Qo'zilarni ham bermaydi aka, 3,5-4 millionlik qo'zilar bor buning ichida. 9 ta qo'zisi ham bor buning ichida. Qo'zilarni ham bermaydi. Shu qo'zilar aka shu qo'yni ichida bonusga ketadi, 9 ta qo'zilar qo'shilib ketadi. Qo'zilar ketadi shuning ichida. Men qarang, aka, bo'lmasa salgina yana shu 6,5 dan ham salgina siylaylik shuni. Shu kun bir bonus bo'lsin, aka-ukalarimiz bir xursand bo'lsin shu kun. Narxini bir chiroyli qilaylik, ukajon. Bo'pti aka, 100 ming o'tib beramiz mayli. 100 ming siylanadi. 100 ming siylab beramiz. Shundaqa nech pul bo'ladi endi bir qo'lga? 6 million 400 bo'ladi aka. 6 million 400. Ha. 6 million 400 dan. Menga qarang. Mayli, shularni baravar qilaversak qanday bo'ladi? Yo'q akajon, unga kam bo'ladi aka. 6 milliondan siylab beryapman, mayli 6 milliondan beraveraylik. 6 milliondan Botir aka. Shu bolaliklari, qo'zilari ham ketsin. Qo'zilar 6 milliondan bo'lmaymi? Yo'q, Botir aka, 6 milliondan kam bo'ladi aka. Kam demang, kamini Xudo to'ldirsin. Endi aka mana 9 ta 10 ta ichida 20 ta katta qo'y bor, qo'ylardagi odamlar 8 million, 8,5 milliondan chiqaryapti. Ha. Yo, to'g'ri, endi chiqargan odam chiqaraversin. Endi biz insof bilan chiqaraylik. Shunday, sizga sotilish kerak. Insofingni bordi, barakasi bor deydi. O'shaning uchun mana siz bilan birgalikda sizda ham imkoniyat bo'lyapti xalqdan duo olishga. Shunday. Shuning uchun birgalikda mana shu kun xalqning duosini olaylik, ukajon. Bizda mana ro'za oyiga ro'zador otalarimiz, onalarimiz ko'rishyapti bu videoni. Qanchadan qancha obunachilarimiz bor masalan. O'sha aka-ukalarimiz bizni duo qilib turibdi-da. Shunday aka. Menga qarang, mayli, sizniki ham emas, meniki ham emas, olmish bir qilaylik shuni. Aka. Mayli aka, shu obunachilarimiz xursand bo'lsin desangiz aka. U 64 bekar mayli, 60 ustidan bersin aka mayli. 63? 6 million 300 dan. 6 million 300 dan bersin mayli, shu obunachilarimiz xursand bo'lsin aka mayli. Bir qo'lga. 50 tasini olaman deganga bitta qo'chqari ham bitta sariq qo'chqor ham ketadi ichiga. 50 bitta bo'lib ketadi shunisi. 50 bitta bo'lib ketadi. Shunday. Mashalloh. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi o'zlaringiz bir e'tibor qilingizlar. Hozir bozorga borib, mana shunday qo'ydi hozir, shunday borib so'rang, hozir nech pul deyishini hozir men aytib beraman hozir. Bozorda bunaqa qo'ylarda aylanib ham qidirib ham topa olmaysizlar. Hurmatli do'stlar, bunaqa imkoniyat bizning kanalimizga uncha-muncha bo'lib ham o'rmaydi. Har zamonda bir zamon bunaqa imkoniyatlar bo'lib qoladi. Do'stlar, endi ukajon, rahmat sizga.
shunchalik darajada qo'ylarni sifatlisini tavsiya qilib, mana narxini ham kelishtirib beryapsiz. Do'stlar, shu ukamizni bugungi videoni tagida kommentariyani bittalab o'zim o'qib chiqaman. Shu otangga rahmat, umringdan baraka top deb Ro'zoyaga bitta duo qilinglar shu ukamizni. Do'stlar, bittalab kommentariyani o'zim o'qib chiqaman. Bizni qayerlardan kuzatyapsiz, qaysi viloyatlardan kuzatyapsiz, bittalab o'zim javob beraman kommentariyaga. Do'stlar, bega qarang. Shu xalq duo qilsin, sizni ham, meni ham duo qilsin. Bega qarang, oxirgi bitta gap gapiraman, maylimi? Bitta gap gapiraman, shu qo'ylar ketsin. Bitta odam mazza qilib olsin shu qo'ylarni, bir qo'lga qomariga aytayapti. Bir qo'lga olsin, baraka topadi qo'ylar. Menga qarang, shularni 63 ham bekor, men aytgan 61 ham bekor. Shuni 62 dan qilayorsak, lekin olgan odam 100% baraka topadi shuni. Botir aka, unga kam bo'lib qolmaydimi aka? Kam demang, kamini Xudo to'ldirsin, umringizdan kam bo'lmang. Shu Ro'zoyaga siz bilan duo olaylik, aka-ukalarimizdan, obunachilarimizdan ana shunday velikan qo'ylarni olsin-da, aka-ukalarimiz yerda rahmat aytsin. Shu men aytgan bahoga tavsiya qilar yo'q demang endi. Maylimi endi. Shuni tavsiya qilaveraylik. Aka, shu Ro'zoyaga, shu odamlarga bo'lsin, aka, shu obunachilaringizga bo'lsin, gapingiz aka yerda qolmasin. Mayli aka, sizda aytgan gapingiz 62 dan bo'lsa, mayli beramiz aka. Mashalloh. Oxirgi gap shu. Mashalloh. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, sroshni qo'yni kelib egalik qilib olinglar. Bu qo'y hozir 2 minutga ham bormaydi. Birdan egasini topadi. O'shaning uchun sroshni kelib egalik qilib olinglar. Pastda nomerni ko'rdingizmi? Birdan telefon qilib egalik qilib olinglar. Do'stlar, 100% baraka topadigan qo'y. Do'stlar, tavsiya qilaman, obunachilarimga qo'y qidirib yurgan aka-ukalarni tavsiya qilaman. Endi aka, yana bitta gap bor-da. Eshitaman, Botir aka. Yana bitta gap bor, shu obunachilarimiz ichida masalan 4 ta, 5 ta, 10 ta qo'y olaman deb yurgan aka-ukalarimiz ham bor-da. Shunday. Menga aytadi, telefon qiladi, Botir aka faqat optim deysiz, qomari deysiz, hammasini deysiz. Bu bitta ikkita olayotgan bir kambag'allar nima qilsin, Botir aka deb savol beryapti-da. O'sha aka-ukalarimizga masalan xonadoningizga kelib yo bir telefon qilib, shuni bir tayoq tashlab bir bo'g'ozidan bir 10 ta olaman desa, tanlamaydi. Tanlamaydi, tayoq tashlab shunday ayirib oladi. Bo'ladi aka. O'sha baho beraverasizmi? Beramiz aka. Ayirib beraverasiz. Tayoq taylariga bo'lsa beramiz aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana bu gapni men 5 ta olaman, 4 ta olaman, 10 ta olaman degan obunachilarimga maxsus aytib o'tib ketyapman. Do'stlar, layti kutib qolaman. Layti gummillatinglar. Mana shunday qo'ylarning haqiqiy kashtanlari, haqiqiy qirriqlari, nihoyatda sorti zo'rlari har bitta yurtdoshlarimizga nasib qilsin. Manzilni yana bir bor eslataman. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasidan ko'rsatyapman. Do'stlar, bizning videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, doim xizmatdamiz. Mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.